Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men Hakimov Yoqubxon To'laganovman, Toshkent shahar Uchtepa tumanida istiqomat qilaman. Sherzod Chess lotereya o'yinida birinchi turga bitta bilet sotib oldim 125 mingga va shu turdan menga Spark avtomashinasi yutuqqa chiqdi. Men va oila a'zolarim bu yutuqdan juda ham xursand bo'ldik. Va bugun mana Sherzod Chessning komandasining yigitlari menga shu avtomashinani xat hujjatlarini rasmiylashtirib olib kelishdi. Men bu komandaga, demak, sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik, ishlarda rivoj tilayman. Hamisha insonlarni shunaqa yaxshi kunlarda xizmat qilib yurishsin. Rahmat, hammanglarga rahmat kattakon. Tabriklayman. Kutmagan edim, kelishim bilan yetib qolishdi. Boshida ishonmadim, hayron qolib hozir kelib mana hujjatlarni ko'rib ishondim. Yo'lda yetib keldilar, xuddi ertaga o'xshab. Hozir ko'pchiliklar taraga ishonmaydi. Ishonmadim, hazillashyapsizmi dedim, haydab kelasiz dedilar. Hozir kelib ko'rib xat hujjatlarni haqqoniyligiga ishondim. Rahmat sizlarga. Sherzod Chessning zo'r.